bir kishilikni narxida 2 kishilik adyol bersam nima deyapti aziz xaridorlarimiz? Videoni oxirigacha ko'rib turing, narxlarni aytamiz, maza ham qilasiz. Xo'p, bizada 2 kishilik 2 qavatli qalin adyollarimiz kelgan. Tepasida o'z manaqa zarlari bo'ladi. Xonada svetingizni blesk bo'lib yaltirab turadigan bo'ladi. Har bitta gul ustiga o'yma qilingan bo'ladi. Buni har assortiment ranglari bor. Bitta ranglarni ko'rsatamiz. Qaranglar, mana nima deyapti ranglari. High-tech yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun high-tech variantli gullarimiz mana xohlasanglar bunaqa yashil yaxshi ko'radigan mijozlarimiz yashil zo'rlari bor. Mana bu yerda ranglarini qaranglar. Mana mebelga moslashtirmoqchi bo'lsangiz, unga karishning ranglarini ham olib qo'yganmiz. Mana karish miniyani boshqa har xil ranglaridagisi bor. Mana kapelyalar bilan uyg'unlashtirilgan chiroyli ranglaridan atak bor, sifat ham bombada. Mana ranglarini qaranglar. Har xil assortimentda ranglari. Kimga qanaqa ranglari kerak bo'lsa, bemalol do'konlarimizga kelib, ranglarni tanlab, maza qilib xarid qilaverasizlar. Yoki bemalol uyda o'tirgan holatda dastavka qildirsanglar ham bo'ladi. Bu o'z dastavkamiz O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bor. Mana shunaqa adyol qidirgan yaqinlik, mana shu videoni tez jo'natib qo'ysanglar, shunaqa maza qilib yuboradi. Arzon, yaxshi mahsulotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Bitta like bosib